Raspakovkani sog'inganlar uchun Xitoydan kelgan zakazlarni raspakovka qilamiz. Ancha narsa zakaz qilib qo'yibman, bitta videoga hammasi sig'madi. Qizimga chiroyli ochki zakaz qilsam, sinib ketdi. Orada shunaqasi ham bo'lib turadi. Lekin sinib kelgani uchun pulimni qaytarib oldim. Pulni qanaqa qaytarishni ko'pchilik bilmaydi. Siz bu holatda nima qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ba'zi odamlarda narsalarim rasmdagidek kelmaydi degan fikr bor. Aynan ishonmaydiganlar uchun rasmlari bilan qo'yib ketdim. Hamma narsani to'g'ri tanlashni bilganim uchun doim tovarlarim zo'r keladi. Xitoyda mana shu sredstvani hamma chirklarni tozalab, yaltiratib beradi deb reklama qilishibdi. Mana ham 2 ta oldim, effektini birga sinab ko'ramiz. Qizim ham bo'ylari o'zimga o'xshab baland, tezda bo'ylari o'sib qolyapti. O'tgan yil kiygan kiyimlarim bu yil umuman sig'mayapti. Shuning uchun qizimni yozga yasantirdim. Detskiy narsalar har doim kачествоsi zo'r keladi. Hammasi rasm bilan bir xil. Ayniqsa mana shu bosanushkani sevdim. Prosta asalcha. Qizimga развивающий игрушка olsam, bittada yasab qo'ydi. Hayron qoldim. Qiyinroq o'yinchoqlar olishim kerak ekan. Yozda ovqatlarni ustiga yopib qo'yadigan narsa topib oldim. Juda ham kerakli narsa ekan. Oynalar uchun ham setka olgandim, yopishtirib qo'yilar ekan. Juda ham qulay ekan. Setkasi ham qattiq, mustahkam ekan, ancha-munchaga yirtilib ketmaydi. Shu ko'ylakchani ham rasmida ko'rib yoqtirib qolgan edim. Kачествоsi zo'r, materiali sal qattiqroq ekan, ichida podkladkasi bor ekan. Siz ham